Mana Minsk mototsikllar, manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar, yetkazib berish xizmati yo'q, hech qaysini hujjatlari yo'q. Faqat naqd pulga sotiladi. Bu Minskchani puli 2,5 million, bo'layotgan joyi 2 million 300, sidinkasi chihol bo'lgan, farasi yonadi, yurib turibdi. Buni bu muftasi buksavat qiladi, edi, muftalarini qilib qo'ydim. Bu 1 million 850, olli farasi yonadi, yangi vipiska motor, bo'layotgan joyi 1 million 800, yurib turibdi, balonlari ham emas. Hozir zavod qilyapman. Agar kimga kerak bo'lsa, zavod qilib tashlab yuboraman. Bularni ham hali ana bo'lsa video qilib yuboraman. Bu boyagi manaqa video qiluvdim, ish bor edi-ki, zavod qilib ko'rsatuvdim. Yoniga latta sidinkali turuvdi-ki, o'sha ish, bu boshqa ish, u ish sotilib ketdi. Bu ikkovi uchtasida, bu ikkovini motori polnisda bo'lyapti. Motorini ham jarayonlarini olishga harakat qilaman. Bu Vasxod mototsikl, puli 4 million, bo'layotgan joyi 3 million 800, bexarajat motorlar bo'lgan. Bu ishlarni shoshmay turinglar, narxini keyin tayyor bo'lgandan keyin aytaman. Bu mana ikkita Kawasaki. Bunisi o'zimniki, buni pakar hozirni sezonga haydaymizda, bu sezon sotib yuboramiz buni ham. Mana do'stlar, bularning puli 8,5 milliondan, bo'layotgan joyi 8 million. Hujjatlari yo'q hech qaysini. Shu bardakka e'tibor bermaysizlar. Endi mana ularni yuvib, tarab, kraskalab ana qilyapmizda. Bu mana sochilayotgan Minsklar bor. Bularni ham asta teramiz. Shu do'stlar. Iltimos, olayotgan bo'lsanglar telefon qilinglar-da, bekorga bezovta qilmanglar. Mana olayotgandan olmayotgan-ku, bir ishlatganini qo'ymaydilar-da. Hamma aytgan ma'lumotimni qaytarib so'rab, bo'pti, maslahatlashaylik, telefonlashamiz deydi. Bir maslahatlashib, o'ylab ko'rib telefon qilinglar, og'aynilar. Iltimos, olayotgan bo'lsanglar.